Hurmatli obunachilar, 500 talar, 500 ta kommentariyaga xudo xolasa biz akamiz bilan liderda xudo xolasa noldan ishlab chiqargan akamiz bilan bitta drabilkani sovg'a qilamiz. Ha, bepulga. Siz noto'g'ri eshitmaysiz. Aniq bepulga. Endi qanday ko'ramiz degan ukalarimizga, xo'p, akalar, qaranglar. Kommentariya yozasiz. Xohlaganingizcha, xohlasangiz bitta yozing, xohlasangiz 1000 ta yozing, xohlasangiz 100 ta yozing. Biz xudo xolasa keyingi syomkamizda o'sha kommentariyani ko'taramizda qaysi biriga to'xtalsak, shunday onlayn to'xtalsak, o'sha obunachimizga xudo xolasa bitta lider drabilkasi bepulga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli Tillos kanalining ashaddiy obunachilar, YouTube chorli ishqibozlar. Drabilka ishqibozlar. Hurmatli obunachilar. Farg'ona viloyati Yozyovonga kelganmiz. Xudo xolasa lider brend asosida xudo xolasa drabilkalarimizni ko'rsatgani kelganmiz. Obunachilarimizga juda ham ko'p talab va istaklar bo'layotgandi. Keyin yana bitta katta yangilik bor, hurmatli aka-ukalar. Mana buni hamma biladi. Mana o't qanaqa o'tligini. Aziz obunachilar, guruchni sholisi bu, ya'ni o'ti. Buni ancha-muncha drabilka xudo xolasa bir chiqarganini ko'rmadik. Bizda hozir shuni sinovdan o'tkazamiz, shu o'tni chiqarib ko'rsatamiz. Somon u tomonda ho'l makka bor. Ya'ni silos olib, zerikkanlar bo'lsa, ho'l tayyor makkangizni olasizda bemalol ishlab chiqaraverasiz. Xudo xolasa chiroyli qilib narx-navolari necha amperda bo'ladi, nima, qanaqa makka. Bu tomonda aka kelingda yaqinroq. Bu tomonimizda mana bug'doy solingan. Xudo xolasa bug'doyni ham ko'rsatib beramiz. Qanaqa chiqarishni. Bu tomonda makkamiz. Buni ham moshni qilib chiqarib beramiz e'tiborlarga. Albatta sizlardan bittalar kommentariya xohlagancha yozaverasiz. Keyin bizning ma'murlarimiz bor. Aziz obunachilar, qarang. Bunisi ham bor. Bunisi ham bor. Har bitta setkalari. Mana buni qarang. Eng qiziq tomoni sizga aytaymi qanaqa? Bizda yutuqli tarafi ko'p drabilkalar ko'rganmiz. Mana ko'tarib, buni yechib, bo'lgakani bo'shatib, o'tirib, qatirib, 8 kishi tevaga ko'tarib, 6 kishi pastga yotkizib. Yo, bu drabilkada unaqa emas. Shunday ochasiz mana. Yonidan tiqiladi. Shunday ochasiz, shunday bekitasiz. Farqi yo'q. Bundan osoni yo'q. Sizlar uchun men Xitoyliklardan ham o'tib ketdi, Yozyovonli akalar ishoninglar. Yozyovonli akalarga tashlab qo'yasizlar. Xudo xolasa qolgan ma'lumotni kamerachi akamiz o'zidan olamiz. Aka, assalomu alaykum. Salom. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, rahmatulloh. Obunachilar, yaxshimisizlar? Xonadondan aytaychimi? Rahmatulloh, yaxshi kelib oldingizmi? Chotki aka. Xudo xolasa bu safar katta yangilik qilib qo'ydik. O'sha hozir aytib o'tdingiz. 500 talak, 500 kommentariyaga bitta drabilka tekin. Aniq-a? Ha, aniq. Qaysi viloyatda bo'lsa qat'iy Qat'iy nazar. Dastlabkisini ham ichida qilib beraman. Gap yo'q. Faqat xalqimizdan paddeshga talak kommentariy. Xohlagancha yozaveradi. Xohlagancha yozaveradi. Nechta yozsa yozilaveradi. Nechta yozsa yozaveradi. Gap yo'q mana. Men nima deydi? Konkret. Bitta tanishtirib o'tiramiz aka. Bularimiz hozir eng xadoga ketayotgan drabilkalar. Bu safar naqd ham sindirib beraman aka. Naqd ham sindirib? Naqd ham sindirib beraman. Voy, naqd ham sindirlar. O'tgan safar 2.800.000, 2.500.000 qo'ygan drabilkalarni bu safar ko'p kuturibmizda, hammani ish shashilish, to'ppa-to'p. hamma pul topishda dardida hozir. 2.400.000 dan uylarga olib borib beraman. 2.400.000 uylarga. Vodiyga. Vodiyga? 2.400.000 dan uylarga olib borib beraman. Bir xilmi hammasi narxdan? Bir xil. Motoriga, mis motorigacha qo'shilib bo'ladi. Bular hammasi alyumin modkalar. Hozir mana o'sha kuz keldi, juda ko'p joyga tok pasayib ketyapti. Aha, to'g'ri. Bu misol alyumin modka 155 ga ham o'zim borib ishlab berib kelyapman. Ishlanaveradi-a? 5 kilovatli. 220, 280 bir bola bo'lishi yo'q. 200 hammasi o'sha ro'zg'ori bo'lib, xonadon bo'lib 220 ishlaydi hammasi. Konkret? 5 kilovatli original motor qo'yib beryapti. Hozir men qarang aka, bitta narsa so'ray. Bunga makka solib qo'yibsiz? Ha, bunisiga o't, ha, bunisiga bug'doy. Bug'doy. Hozir bir xil ketaveradimi hammasi? Ketaveradi. Ya'ni men bu o'tligida makka ham, bug'doy ham ishlab chiqaryapman. Ishlab chiqariladi. Ustiga zapchasini solsa bo'ldi. Beriladi, hamma yo'q. Beriladi. O'sha narsalarni so'rab qo'y. Obunachilarimiz. Mana qarang. Tayyor. Eng asosiysi mana ko'rib qo'yasiz mana. Mashlar g'ildiragi bor mana. Buni olasiz. Ana. Buni olib. Ixtironi qarang. Bemalol bir kishi olib yuraveradi. Tayyor-ding? Tayyor. Konkret? Keyin buni olib turib mana. Aha. Buni olib turib eng asosiysi setkalari. Sizga maza qildim ishani. Mashlar tushuntirib keting, nimaniki mash? Mol boqib beradi. Bunisi. Bunisi mol boqib beradi. Bu qo'y boqib beradi. Bunisi qo'y boq. Bu kepa holda keltirib beradi. Kepa holatiga. Bu so'tali makani yorma qilib beradi. Xo'p, hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Eng asosiysi mana
setkalar yondan tushadi. Xitoygadan, Xitoyga. Bo'ldi. Qalaysiz men sevsam, sevmagan qizlar degan joylar. Bittaga tushadi. Siraz bittada. Bitta tushadi. Eng asosiysi rahmatulloh motorlariga 6 oy garantiya beryapman. 6 oy. 6 oy. Garantiyasi ham bor. Garantiyasi. Mana sot kelyapmiz, hali birorta atkaz bo'lgani yo'q. Mana ish siz bilan boshladik, mana 2 oy bo'lyapti xohlasa. Endi obunachilar ko'p kuttiribmiz, tez-tez video chiqarib turamiz. Gap yo'q aka. Qarang, men faqat vodiyliklar uchunmi bu? Yo, vohaga ham ketilaveradi. 12 ta viloyatga yetkazib beriladi. Olib sotar akalarimiz foydalanishga so'rasachi. Diler akalarimizni yana ham arzon qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ya'ni hali nimalari ko'proq bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Misol uchun 15 ta 20 ta oladigan bo'lsa, Aha. yaxshi narxlarda chiroyli o'sha qo'yib sotadigan qilib beramiz do'konchi akalarga. Mana do'konchi akalarga. Lider universal drabilka. Mana kirish chiqishlar kattalashgan varianti mana. Aha. Og'izlari mana kattalashgan varianti. 45 kilolik hampalari. 45 kilo sig'adi. 45 kilo Ha, sig'adi. gap yo'q, mashinasini so'rayman. 45 kilo sig'adi. Men mashinga qiziqdim, yetalashiga qiziqdim. Qarang. Uyda jiyanni chaqir, uni chaqir, buni chaqir, osmonga ko'tar, mahallada chaqir yo'q. Bemalol olib Yetalash joyga ketaveradi. borib ketaveradi. Ishlashlarni ko'rsatamiz. Endi ko'rsatamiz. Ketdi aka. Qaysidan boshlaymiz? O'tdan boshlaylikmi? Makkadan boshlaylikmi? Makkadan boshlayveramiz. Aha. Mana setkalar taqilgan mana Makkaniki. Mana. Bismillah. Bir ting bor, demakdan bir ting. Tayyor u. Bu endi hamma yoqqa ketaveradi, Hamma mana. ketaveradi. Mana qarang aka. Qo'yiz bormi, molingiz bormi, to'g'ingiz bormi, farqi yo'q. Har bitta yo'nalishda. Endi mana sholapa qolib chiqarib beramiz. Sholini chiqarishgan ko'rmaganman. Anaqa qilib qolmaydimi? Atkaz berib qo'ymaydimi ish qilib? Ko'pchilikka o'ralib qoladi. Endi buni siz me'yorda solish kerak. Me'yorda hozir solib ko'rsatamiz. Ketdik aka. Boshladik. Mana kattasini ko'rsatamiz. Voy, mana uni qarang. Mayda shunday katta bo'lyapti, oxirida. Bu tomonga kelib, barcha kubalarni ketadi, mayda. Yammala desa. Buni qarang. Sholapa hol. Suv kabi bo'ling, suv kabi deydi do'stim. Endi bug'doyni qanaqa qiladi bu, deng aka, bug'doyni? bug'doyni ham kepa holda keltiradi. Makkani qo'yib ko'rmabsiz-ku. Makkani hozir bu qo'y boqda chiqarib Aha. beramiz. Pirisdi. Gap yo'q. Mana shunday olasiz, mana. Voy, maşallah. Mana. Somon chiqaramiz. Somonni qarang, bayroqlar chiqadi, chashtiradi. Bunaqa changan bo'lmasa kerak o'taradi. Mana qarang. O'zim chang bo'lib ketadi. Bunaqa changan bo'lmasa kerak unchalik. Uzoqqa otmaganligi mazza qilyapman. Mana shu yo'llar. Boshqalar unaqa ketadi, yo'yadi. Mana qarang. Qo'y bob aka bu. Voy, maşallah. Bunisi bug'doy, ha? Bug'doy. Mana qarang, bug'doy. Ulib ketdi. Bu kepak holatiga keltirib bergan. Kepa holda keltiradi, ha. Kepak olib ketadi, kepak.
Молодец. Техnologiya. To'xtatinglar aka. Kepa yo'q hozir aka. Tayyor. Novvoslarga o'ladi lekin ular o'ladi. Bo'ladi. Nima qilib turib mana buni sepib bersa mana. Bemalol. Silos ustga sepas, somon ustga ketdan. Sog'liq ahvol hamma yo'q ketdi. Yem. Konkret. Xorazm tarafda rahmatullo shu poxolni ko'p chiqarishgan. Shu Voha tarafda. Vohada. Xorazm, Surxondaryo, Vohali aka ukalarni juda ko'p. Sholi poxol juda ko'p chiqarishar ekan, mana tayyor. Narxi ham atrofdan ancha yaxshi. Nechi pul? 2 million 400 ming so'm. Aha. Sexdan chiqgan narxi. Aha. Vodiyga tekin dastavkasi uylarga olib beramiz. Voha tarafga ozgina qo'shib qoladi. Ko'p bas bu xohlasa. Endi mana shu joyga qarang. Xorazmdan ikkita, Samarqanddan ikkita, Jizzaxdan ikkita bo'lsa, ichida ketaveradimi? Dastavkasi? Yo'q. Rahmatullo Xorazmga Jizzax, misol uchun Samarqandga, Qashqadaryoga 10 ta oladigan bo'lsa, dastavkasini tekin qilib beraman. Gap yo'q. O'sha tomoni ham bor. Bor. Mana motorlarni ham, kulchatillari hamma yo'q o'sha yerda. Voltmetrlari bor, avtomatlari bor. Kuchga o'zi tashiydi, zashtasi bor. Tashiydi unisi ham. Avtomat qo'yib beramiz. Voltmetr ko'rsatiladi. Mana. Mana shu 2 million 400 ming deyilayotgan narsani bepulga yutib olish imkoniyatingiz bor. Bepulga. Men hozir kelayotganimda Said Kamol akam drabilka olaman deb yuradi. Drabilka mana Said Kamol aka aloqaga chiqaveradi. Konkret. Qanchada ko'rishamiz yana endi aka? Bu endi xudo xolasa xalqimizning poddержкасiga bog'liq. Xolasa bu xalqimiz ichida emasda misol uchun. Xolasa bir sutkada yig'ib qo'yishi mumkin 500 talak. To'g'ri. Xolasa 2 kunda. Yig'ilsa o'tkazamiz yana. Yig'ilsa qancha aktiv bo'lib, like bosib, kommentariy yozib, xudo xolasa tursa haq duo deb tursin. Shu drabilkalarni rahmatullo iloji bo'lsa tekinga tarqataylik. Gap yo'q aka. Bitta. Mana shu tarafdormi? Men obunachilarimga ishonaman. Aziz obunachilar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, joyingizlar sog' bo'lsin.